Xuddi 16 Pro Max'imdaqa bu pullar qanaqa qilib qo'limga tushib qolganini bilishni xohlasanglar, videoni oxirigacha ko'ring. Конечно, boshqa ishim yo'qdaqa, uni storiesda o'zimni virtual oilam bilan bo'lishdi. Bir-birimizni ko'rmagan bo'lsak-da, yaqindan yozishib turadigan 10-15 ta virtual dugonalarim blogim orqasidan kelgan pul deb o'ylab, omad tilab, bundan ham ko'prog'iga loyiqsiz deb xursand bo'lib SMS-lar yozishdi. Yakshanba kuni qaysidir xayollar bilan qizim ikkalamiz o'ynab, qo'limizga xina qo'ydik. Uni bir pasda yuvsa, rangi unchalik qolmaydi deb o'ylagan ekanman, lekin yaxshigina rang qoldirdi. Dushanba kuni ertalab qizimni bog'chaga berib, pullarimni kashlogimga solib, Yandexda ketsam arzon tushadimi, uklonda ketsam arzon tushadimi deb kutib o'tirsam, turmush o'rtog'im to'xtab tur, hozir ishdan boraman, birga boramiz deb qoldi. Turmush o'rtog'im harbiy va ayni bugun naryad tushadigan kun. Kelib kiyimlarini almashtirgandan keyin ikkalamiz yo'lga chiqdik. Yakshanba kuni ishimiz to'xtab qolgan sababi bo'lsa, mana shu go'zallik edi. Storiesda ko'rsatgan pullarim bo'lsa, blogimga umuman aloqasi yo'q. Lekin yaxshi niyat qilgandim. Bizda yangi mashinam bo'ladi. Blogim orqasidan deganim ham bor edi. Turmush o'rtog'im ish tufayli mashina aylanib meni nomimga olinadigan bo'ldi. Qaysidir ma'noda men niyatimga yetdim. Endi bo'lsa yana ham to'liqroq niyat qilmoqchiman. Yaqin orada blogim orqasidan yana bitta o'zim xohlagan shaxsiy avtomobilim bo'lishini niyat qilaman. Yana ham oralada niyat qilganlar bo'lsa, bitta like bosib qo'ying.